Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Toshkent Kazan, Nabreji Chili, Nijikams yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar haftasiga 2 kun, seshanba, juma kunlari Toshkent avtovokzalidan premyer qonuniy amalga oshirilmoqda. Soat 18:00 da avtobuslarimiz jo'nab ketadi. Undan tashqari Toshkent, Moskva, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha ham dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilgan. Siz ham xuddi shunday xizmatlarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, Komfort avtobuslarimizga ketmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi ishonchli raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, joylaringizni hoziroq band qiling. Avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, zaryadchik moslamalari, qish-yozda ishlaydigan konditsionerlar, undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Hoziroq bizga aloqaga chiqib, joylaringizni band qiling. Shoshiling, biletlar soni cheklangan. Instagram, YouTube, Telegram, Facebook kanallarimiz hammasi ishlab turibdi. Ularga kirib, bizning avtobuslarimiz sharoitlari bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. 51 ta messidan iborat hech qanday ortiqcha odamlarsiz Komfort avtobuslarda 3 ta shofyorlar orqali bexavotir 2-3 kunda manzilingizga yetib olasiz. Tanlovda adashmang.